molxona qursangiz, mana shu xatoni qilmang. Mana u go'ng tushadigan joyini chuqur qilmang, 25-30 santimetrlik qilmang. Sababini hozir aytaman. Mana shu yerda bitta buqamiz turardi, yetildi, qassobga olib chiqib ketayotdi, endi qushxonaga joyda turgan mol qoni qaynoq bo'ladi. Arqamni bo'shatishimiz bilan o'zini bosar tusarni bilmasdan yugurib yordi-da, mashakka kelganda oyog'i tushdi shekka. Oldi oyog'i tushib, qayrildi, g'ars etdi. Qaramasdan yugurib chiqib ketdi, 15 metr yurgandan keyin mol o'zini tashlab yordi, yotib qoldi. Qaytib o'rnidan turmadi. Xo'p, keyin qassobni chaqirib o'sha yerda halollab yubordik. Xo'p, mana shunday chuqur qiladigan bo'lsangiz, shunaqa sho'x mollarda oyog'i tushib qolib, mayib bo'lib qolishi mumkin. O'sha ishdan xulosa olib, keyingi molxonamizni go'ng tushadigan joyini mana 10 santimetr ham emas, bir 7 santimetrmi qildik. Shuni o'zi ham kifoya qilar ekan. Boshida bilmasdan biz yangiligimizda mana shunaqa chuqur qilgan ekanmiz-da. Mayli, Alloh hammani chorvasiga xayr baraka bersin.